Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Turdumatov Muzaffar, advokatman. Ilhom Begimqulov challenge'iga a'zo bo'ldim. Chunki men hayotimni, kasbimni va nimamni tartibga solib olishim kerak edi. Shu maqsadda challenge'ga a'zo bo'ldim. Bu degani o'zingizga o'zingiz chaqiruv. 365 kunda siz nimaga qodirligingiz, irodangizni, bilimlaringizni tartibga sola olasiz. Kitob beriladi, audio kitob. Buni eshitib, men ertalabda masjidga borib kelyapman. Piyoda borib, piyoda kelyapman. 2 kilometr yaqin, 2 kilometr, 4 kilometr ichida o'sha audio kitobni eshitib, tushunganlarimni video shaklida tashlab beryapman. Hayotimda, moliyaviy ishlarimda hayotimni tartibga solish, eng asosiysi bu hayotga nima uchun kelganligim, nima maqsadim bor, rejalarim, orzularimni amalga oshirishda juda katta menga yordam berdi va hayotimni o'zgartirishga shu inson sababchi bo'ldi. Sizlarga tavsiya. Bu challenge nimaga yordam beradi? Challenge degani o'zi bu musobaqa degani. Ya'ni chaqiruv. O'sha 365 kun siz o'zingizni irodangizni tekshirasiz. Siz chidamliligingiz, bilim olasiz. Eng asosiysi bilim olasiz. Moliyaviy erkinlikka erishasiz. Maqsadlaringizga erishish, to'g'ri maqsadlar qo'yish. Hayotda orzular, nima uchun kelganingiz bu dunyoga? Allohni rozi qilish, ota-onani rozi qilish, odamlarga foyda keltirish. Bu uchun sizga kerakli instrumentlar nima? Bu uchun birinchi o'rinda bilim, ikkinchi o'rinda moliyaviy erkinlik, ya'ni boylik kerak bo'ladi. Chunki ehson qilasiz, yaqinlaringizga yordam berasiz, ularni ham boy qilishga harakat qilasiz, ish bilan ta'minlashga harakat qilasiz. Odamlarga manfaat keltirib, bir hayotingizda o'zingizdan iz qoldirib, Alloh taologa yorug' yuz bilan borishlik. Challenge'ga a'zo bo'ling, hech qachon afsus chekmaysiz. Salomat bo'ling. Bu hayotda mazmunlik, yashash, to'g'ri maqsadlar qo'yish, to'g'ri orzular qo'yish, moliyaviy erkinlikka erishish, savobli ishlar qilish, ota-onani roziligi, Allohning roziligi, odamlarga manfaat keltirish, ish bilan ta'minlash, ularning og'irini yengil qilish. Bu hammasini tartibga solish uchun men o'sha Ilhom Begimqulovning challenge'iga a'zo bo'ldim. Ertalabda bomdod namozini o'qish, masjidga piyoda borib, piyoda kelaman. Shu 20 minutlik yo'l aqa, 20 minutlik yo'l baqa qilgan ishim, 20 minut ichida qilgan ishim, butun kun davomidagi qilgan ishimni oldida eng katta mazmunli hisoblanadi. Chunki kitob o'qiyman, audio kitob va tushunganlarimni video shaklida tashlab beraman. Bu miyani o'zgarishiga, maqsadlarga erishishga va hayotda bir natijaga erishish uchun juda katta sabab bo'ladi. Boshida ozgina ishonchsizlik bo'lgandi. Bu kitob o'qiganim bilan tashlaganimda menda qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Qo'shimcha narsalar ham qilish kerak deganim, lekin shu audio kitobni o'qib, uni ichiga kirib, tushunib, video shaklida tashlab berish. Intizom, eng muhimi intizom. Chunki soat 5 dan 7 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida tashlash kerak bo'ladi. Siz bu intizomga amal qilasiz. Chunki intizomga amal qilmasangiz, siz jarima to'laysiz. Hattoki kasal bo'lganimda ham bu men odatimni to'xtatmadim. Piyoda yurdim. Kitobni o'qishni to'xtatmadim. Chunki bu kitob juda ham qiziqarli kitoblar. Ichiga qarab kirib borasiz. Sog'lig'ingizga juda katta foyda bor piyoda yurish. Butun kun davomida kuningiz mazmunli, tartibli, rejali bo'ladi. Va har bitta harakatingiz o'zingizning maqsadingizga erishish uchun juda ham katta sizga foyda keltiradi. 365 kun butun umringizga yetadigan darajada bilim olasiz, maqsad qo'yasiz, reja qo'yasiz, intizomga amal qilasiz, hayotingizni mazmunli o'tkazasiz. Chunki bir yilda bekordan-bekor mazmunsiz o'tkazyapmiz. Uxlaymiz, kino ko'ramiz, har xil o'tirishlarga boramiz, oshlarga boramiz, choyxonalarga yuramiz. Umrimiz qana qilib ketib qolganini bilmaymiz. Lekin shu 365 kunda shu challenge'ga a'zo bo'lib, tartib qoidalarga amal qilib, intizomga amal qilib, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib, harakat qiladigan bo'lsangiz, 365 kun bu umringizni oxirigacha sizga yetadigan bilim, tajriba, moliyaviy erkinlik, juda katta maqsadlarga erishish bo'yicha siz o'zingizga dasturul amal yasab olasiz. Sizlarga tavsiya qilaman, a'zo bo'linglar, bilim olinglar.